43 savol. Metal nitrit, temir 2 oksid, temir 3 oksiddan iborat ekvimolyar nisbatdagi aralashma. Metal nitrit bor, temir 2 oksidi bor va temir 3 oksidi bor. Ekvimolyar degani uchalasini miqdori, ya'ni moli teng. Aralashma konsentrlangan 60% nitrat kislotada eritildi. Buni konsentrlangan nitrat kislotada eritamiz. Bilamiz, konsentrlangan nitrat kislota oksidlovchi. Oksidlovchi bo'lganligi uchun 2,016 litr gaz chiqdi. Buni oksidlay olmaydi, chunki temir o'zi 3 valentli, maksimal 3 valentli. Shuning uchun temir 3 nitrat bilan suv chiqadi, almashinish bo'ladi. Temir 2 ni oksidlashi mumkin. Temir 2 ni temir 3 gacha oksidlashi mumkin. Savolda ham qavsuvchiga aytganki, reaksiyada barcha temir ionlari temir plus 3 ioniga aylangan deyapti. Demak, bu yerda temir 3 ga o'tadi. Demak, temir plus 2 dan plus 3 ga o'tsa qaytaruvchi. Endi azot oksidlovchi bo'lishi kerak. Azot oksidlovchi bo'lish uchun kamayish kerak. Plus 5 dan plus 4 gacha kamayadi, chunki konsentrlangan. NO2 bilan suv chiqadi. Bu yerda metal nitrat paydo bo'ladi. Mana bu plus 3 dan plus 5 ga o'tganda endi bu kamayish kerak. NO2 suv chiqaradi. Ya'ni plus 5 dan plus 4 ga kamayadi. Ya'ni oksidlanish qaytarish bo'ladi. Kimdir ortsa, kimdir kamayish kerak. Tenglashtiradigan bo'lsak, plus 3 dan plus 5 ga 2 ga o'zgaryapti. Plus 5 dan plus 4 ga 1 ga o'zgaryapti. Demak, bu yerga 1 qo'yamiz. Bu yerga 2 qo'yamiz. Metal bitta bo'lsa, bu yerga 1 qo'yamiz. Bu o'zgarganiga ham 2 qo'yamiz. Vodorodlar 2 ta, vodorodlar 2 ta. Kislorodlar 2 3 6 ta, bitta bilan 8 ta. 2 2 4 ta, 3 ta bilan 7 ta, bu bilan 8 ta bo'ladi. Bu tenglashdi. Endi bunisini ko'ramiz. Temir plus 2 dan plus 3 ga o'tsa 1 ga o'zgaradi. Azot plus 5 dan plus 4 ga o'zgarsa ham 1 ga o'zgaradi. Demak, bu yerga 1 qo'ysak, ko'p tomonga 1 qo'ysak bo'ladimi? Temir bitta, bu yerga 1 qo'yamiz. Azotlar nechta bo'ldi? 4 qo'yamiz. Vodorodlarimiz 4 ta, bu yerga 2 qo'yamiz. Buni oksidlanish qaytarish qilmaymiz. Chunki almashish reaksiyasi. Temir 2 ta bo'lsa 2 qo'yamiz. Azot 2 3 6 ta bo'lsa 6 qo'yamiz. Vodorodlar 6 ta bo'lsa 3 qo'yamiz. Savol shartida aytishi bo'yicha ekvimolyar nisbatda aralashtiriladi deyapti. Ekvimolyar degani moli teng deganimi? Demak, teng molda aralashtirilgan. Agar teng molda aralashtirilgan bo'lsa, uchalasi ham molni bir xil deb olsam bo'ladi. Masalan, x moldan olsak, ekvimolyar bo'lganligi uchun nitrat kislota 2x bo'ladi. 1 dan 2 ku. Metal nitrat x bo'ladi. NO2 2x bo'ladi. Suv x bo'ladi. Nitrat kislota 4x bo'ladi. X bo'ladi. X bo'ladi. Suv 2x bo'ladi. Nitrat kislota 6x bo'ladi. 2x bo'ladi. Suv 3x bo'ladi. Savolda 2,016 litr gaz chiqqan. Ikkita gazni ko'ryapman, ikkita NO2 ni ko'ryapman. O'sha 2,016 litr, to'g'ri? Buni nechiga bo'lish kerak? 22,4 ga bo'lish kerak. O'sha 22,4 ga bo'lganimizda mol kelib chiqadi. Bu uchun nima qilamiz? Buning uchun 2,016 dan ayiramiz
22,4 litrda umumiylarni yodlab chiqqanmiz. Masalan, bittasi 11,2 ni yodlaganmiz. 11,2 bu yarim mol deganimi? 1,12 ni ayirsak, bu 0,05 deganimi? 6 tushadi. Demak, mana bu nechi? 10 bo'ladi. Buchi 11. 11 dan ayirsak 9 bo'ladimi? Bu 9 midi? 8 bo'ladi va 6 tushadi. 0,896 ni yodlaganmiz. 0,04 bo'ladi. Demak, bu yerda nechi chiqadi? 0,9 chiqadi esa. Chunki 0,05 ga 0,04 jami 0,09 bo'ladi. Endi ana shu 0,09 mol gaz chiqqan. Qaysi gaz chiqqan desa, NO2 lar. Xo'p, NO2 lar shuncha bo'pti ekan. Bu birinchi ishimiz bo'lsa, ikkinchi ishimiz NO2 lar yig'adigan bo'ldik. 2x ga x qo'shsak 0,09 bo'ladi. 3x teng 0,09 bo'ladi. X teng 0,03 bo'ladi. Demak, mana shu yerda har biri necha moldan ekan? 0,03 moldan ekan. Tushunarlimi? Endi savolda aytayaptiki, so'ngra hosil bo'lgan eritma quruq tuzlar qolguncha qadar bug'latildi deyapti. Demak, o'sha eritmada tuzlar qolguncha bug'latilgan. Demak, bizda qaysi tuzlar qolyapti? Bizda metal nitrat tuzi qolyaptimi? Metal nitrat tuzi qolyapti va temir 3 nitrat tuzlari qolyapti. Tepada metal nitrat tuzi va pastda temir 3 nitrat tuzlari bor, ikkalasi qolyapti. To'g'rimi? Mana shu eritma quruq tuzlar qolgan qadar bug'latildi. Qolgan tuzlar qattiq qizdirildi deyapti. Bularni nima qilamiz? Qizdiramiz. Agar bu tuzlarni qattiq qizdiradigan bo'lsak, bilamiz temir 3 nitrat oksid chiqarib parchalanadi, to'g'rimi? Temir 3 oksidi NO2 kislorod hosil qilib parchalanadimi? Metal nitratchi. Metal nitrat ikki xil taxmin qilishimiz mumkin. Agar kumush bo'ladigan bo'lsa, kumush nitrat bo'lsa, metal NO2 kislorod chiqadi. Agar metal ishqoriy metallar bo'ladigan bo'lsa, metal nitrit va kislorodga qadar nima qiladi? Parchalanadi. Temir 2 ta 2 qo'yamiz. Azot 2 ga 3 6 ta 6 qo'yamiz. Kislorodlar 3 ga 3 9 ta, 2 ga 9 18 ta. 6 kere 2 12 ta, 3 ta bilan 15 ta. 1,5 qo'ysam, 1,5 kere 2 3 bilan 18 ta bo'ladimi? Tenglashdi. Endi savolda aytayaptiki, natijada 9,75 gram qoldiq qoldi deyapti. Mana shu ikkalasi necha gram bo'ldi endi? 9,75 gram qoldiq qolgan. To'g'rimi? Demak, temir nitratdan temir oksidi, metal nitratdan metal nitrat hosil bo'lib 9,75 gram mana shu qoldiq hosil bo'ldi. Endi biz tenglamada temir nitratning molini bilamiz. Bu x mol, bu 2x mol. Jami temir nitrat necha mol bo'lishi mumkin? 3x bo'ladi, to'g'rimi? Temir nitratga o'tyapmiz, demak 3-ishimiz bo'ladi. 3-ishimiz temir nitrat 3x, to'g'rimi? Bu yerda x mol, bu yerda 2x mol, 3x bo'ladi. 3 ga ko'paytiramiz 0,0 3 ga. Demak 0,9 mol bo'ladi. O'zi normada 2 molmi? 2 molidan bu 160 gram. 112 ga 48, to'g'rimi? 0,9 dan qancha qilamiz? Mana 162 ga qisqartirsam 80 bo'ladi. 12 ga qisqartirsam 1 bo'ladi. Demak 0,9 ni 80 ga ko'paytirib 1 ga bo'lishim kerak. 9 kere 8 72 bo'lsa, bu yerdan 7,2 gram chiqadi. 3-tushunarlimi? 4-ishimiz. 4-ishimizda 9,75 dan nechini ayiramiz? 7,2 ni ayirsak, 7,2 ni ayirsak, buni massasi kelib chiqadimi? 5 2,55 gram. Demak, mana buning massasi 2,55 gram kelib chiqdi. Kelishdikmi? Metal nitratning moli bor. Mana tepada. X-imiz necha mol edi?
0.03 edi. Demak, 0.03dan 2,55 qilsak bo'ladimi? Bir moldan normada bir moldan qancha qilamiz? Demak, 1da 2,55 ga batirib 0.03 ga bo'lmaymiz. Biz virgul siljitamiz. Ikkita virgul siljitsam 3 bo'ladi. Bunda ikkita virgul siljitsam 255 bo'ladi. Demak, 255 ni 1 ga 2 batirib 3 ga bo'lishimiz kerakmi? Bu 5-ishimiz. Xo'p. 255 ga bo'lishimiz kerak? 3 ga. 25 ichida 8 kir 24 85 ekan. Demak, mana bu yerdan net chiqadi? 85 chiqadi. Tushunarlimi? Xo'p. 85 dan nechani ayiramiz? To'g'ri. 6-ishimiz bo'ladi endi u. Metal nitritning massasi 85 bo'ladigan bo'lsa, 85 dan 16 bu necha bo'ladi? Kim bu? Kaliy. Demak, kaliy metali kelib chiqdi. Endi savolda aytayaptiki, savolimiz tugadi. Yuqoridagi asoslanib deyapti. 1. Dastlabki aralashmadagi tuzning massasi hisoblang. Bo'ldi. Dastlabki aralashmada tuz shumidi? 2,55 gram chiqadi. 2,55 chiqadi. Chunki mana shu bilan mana shu miqdori teng. Yana ham isbotlab bersam bo'ladi. Demak, javob 1. Kaliy nitrit chiqdimi? Tuzimiz kaliy nitrit chiqdi. Kaliy chiqdi. X'imiz necha mol edi? 0.03 edi. Demak, buni massasi, kaliy nitritning massasi necha? 39 ga 14-32 ni qo'shsak 85 gram. Shuni nechaga baytiraman? 0.03 ga. Necha bo'ladi? 2,55 gram bo'ladi. Javob 1 topildi. Ikkinchi savol. Reaksiya uchun sarflangan nitrat kislorod eritmasining massasi hisoblangan. Reaksiya uchun sarflangan nitrat kislorod eritmasi. Demak, javob 2. HNO3 ni topishimiz kerak. Bilamiz HNO3 necha foiz edi? 60% edi. Endi HNO3 ga qaraymiz. Tepada 2x mol, bu yerda 4x mol jami 6x mol, mana bu yerda 6x mol bilan 12x mol HNO3 mavjud. Demak, 12 ni ko'paytiramiz, x'imiz 0.03 kami? Necha mol bo'ladi? 0.36 mol bo'ladi. Endi buni massasi topishimiz kerak, 60%. Eritmaning massasiga o'tishimiz kerak. 0.36 molni massasi topadigan bo'lsak, nechaga ko'paytiramiz? 60 ga ko'paytiramiz. Bo'lamiz nechaga? 60%-ku 0.6 ga bo'lamiz. Demak, eritmaning massasi topishimiz uchun 0.36 ni 60 ga ko'paytirsak, HNO3 ning massasi kelib chiqadi. O'sha necha foiz? 60%. 60% bo'lsa nechaga bo'lsak kelib chiqadi eritmaning massasi? 0.6 ga bo'lsa kelib chiqadi. Buni ishlashimiz uchun 0.36 bilan 0.6 nima qiladi? 0.6 ga qisqarsin. 0.6 qisqarsa bu 1 bo'ladi. Bu 0.6 bo'ladi. 63 ko'paygan 0.6. 6 kira 3 18, 6 kira 6 mana bilan 37, 0 kira 0 0 8 7 3. Bitta sondan keyin virgul mana. Ikkinchi savol javobi 37,8 chiqadi. Uchinchi savol. Metanni konversiyalash natijasida ajralib chiqqan is gaz bilan vodorodni miqdor toping deyapti. Endi metanni konversiya qilishimiz kerak. Bu javob 3 bo'ladi. Metanni konversiya qilish uchun metanga suv qo'shish kerak edi, to'g'rimi? 850 gradusdamidi? Kim chiqadi? Is gaz bilan vodorod, sindiz gaz chiqadi. Tenglashtiradigan bo'lsak, vodorod 6 ta, bega 3 qo'ysak tenglashadi. Demak, tenglashdi. Lekin bizlarga suv bor, suv. Qazishga aytayaptiki, ajralgan suv bug'i to'liq metanni konversiyaga sarflandi. Endi ajralgan suv bug'ini topishimiz kerak. Mana reaksiyamiz.
Hop, endi aytyaptiki, natijada 2.016 gaz ajralib chiqdi. Reaksiya barcha temir ionlari peroksidga aylandi. So'ngra hosil bo'lgan eritma quruq tuz qolguncha qizdirildi. Hosil bo'lgan eritma quruq tuz qolguncha qizdirildi. Endi hosil bo'lgan eritma mana shu eritmami? To'g'rimi? Mana shu eritma. Bu eritmada ikkita suv bor. Birinchi suv. Reaksiyadan suv chiqyaptimi? 1, 2, 3 ta suv chiqyaptimi? Ikkinchi suv. Nitrat kislotani eritmasi tarkibida 60% nitrat kislota bo'lsa, 40% suvmidi? Mana 3 ta modda nitrat kislotaga solinmasdan oldin buni suv bor edi. HNO suv bor edi. O'sha qancha bor edi? Shuni topib olsak. Mana 37.8 chiqdi bizlarga. Demak, javob 3 ishlanyapti. HNO eritmasi bor. HNO eritmasi bor. HNO eritmasi 37.8 gram. Suv necha foiz? 40%. Tushunarli? O'sha suv 40%. 37.8 nimasi? 8imiz 100% bo'lsa, 40%imiz qancha qilsak, sud massasi kelib chiqadimi? Ikkita nol nima qiladi? Qisqaradi. Mana bu 37.8 ni 4 ga ko'paytirib 10 ga bo'lsak bo'ldimi? Demak, 4 kira 8 32 mi? 3 xotirada. 4 kira 7 28 3 bilan 31 yana 3 xotirada. 4 kira 3 12 15 bo'ladi. Demak, bitta sondan keyin virgul bo'lsa bu yerga qo'yaman. 10 ga bo'lsam bu yerga qo'yaman. To'g'rimi? 15-12 gram nima bor? Suv bor. Suv kelib chiqdi hozircha. Hali yana suvimiz bor. Qaysi suv bor desa, bu nitrat kislota eritmasidagi suv, to'g'rimi? Hali bizda hosil bo'lgan suvlar ham bor. X mol suv hosil bo'lgan, 2x mol suv hosil bo'lgan, 3x mol suv hosil bo'lgan. Jami 6x mol suv hosil bo'lgan. X'imiz nechiga teng? 0.03 ga ko'paytiramiz. 0.18 mol suvimiz yana bor. Mol. Bu suvning massasimi? Buni nechiga bo'lamiz? 18 ga bo'lsak, mol kelib chiqadimi? Demak, mana bu suvimiz 0.84 mol. Ikkalasini qo'shsak 1.02 mol suv bor. O'sha 1.02 mol suv metanni konversiya qilishga to'liq sarflanganda. Endi savolda aytayaptiki, is gaz va vodorodning miqdorini hisoblang deyapti. Hisoblaymiz. 1 molidan 1 mol va 3 mol chiqsa, 1.02sidan 1.02 is gazi chiqadi. 3.06 vodorod chiqadi. Tushunarlimi? Javob 3. Javob 4. Dastlabki aralashmadagi oksidlarni to'liq qaytarish uchun necha mol alyuminiy kerak? Dastlabki aralashmada bizlarda ikkita oksid bor. Biri temir 2 oksid, biri temir 3 oksidi. Metal nitrat kerak emas, chunki dastlabki oksidlarni deyapti. Ikkita oksidni qaytarish uchun alyuminiyni so'rayapti. Demak, u javob 4 bo'ladimi? Javob 4. Temir 2 oksidi bor va temir 3 oksidi bor. Ular qaytarish uchun alyuminiydan foydalanamiz. Alyuminiy termiya usuli. Alyuminiy oksidi bilan temir chiqadi. Bu yerda ham alyuminiy oksidi bilan temir chiqadi. Tenglashtiradigan bo'lsak, alyuminiy 2 ta 2 qo'yamiz. Kislorod 3 ta 3 qo'yamiz. Temir 3 ta 3 qo'yamiz. Buni tenglashtirsak, kislorodlar teng, alyuminiy 2 qo'yamiz, temirdorligi 2 qo'ysak tenglashadi. Necha mol alyuminiy sarflanadi deyapti. Buni bilan buni moli aniq bizda. Ya'ni ekvimolyar edi-ku bular. X moldan edi-ku, x'imiz necha chiqqan? 0.03 chiqqan. 0.03 chiqqan bo'lsa, mana bu ham 0.03 mol, bu ham 0.03 mol. Buni 1 moliga 2 mol ketadi, 0.03 ga 0.06 ketadi. Buni 3 moliga 2 mol ketadi, 0.03 ga 0.02 ketadi. Jami 0.08 mol ketadi. Tushunarlimi? Mana shu javoblari.